Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli talabalar. Bugun biz kompyuterda ekran yozuv qilib olishni o'rganamiz. Va bu OBS Studio dasturi bo'ladi. Va bu OBS Studio dasturini qanaqa qilib kompyuterga o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Biz dastlab brauzerga kirib olamiz va brauzerga OBS Studio deb yozamiz. Xo'sh, bizga mana birinchisida ko'rsatgan OBS Studioga kiramiz. Va mana bu yerda 3 xil versiya turibdi. Windows, MacOS va Linux turibdi. Bizga Windows kerak bo'ladi. Windowsga kirib olamiz. Va biroz pastga tushadigan bo'lsak, bizga 3 xil variant taqdim qilib turibdi. Biz skachat uстановtik deganni bosamiz va o'shanga kirib olamiz. Bizga mana internetdan yuklab olishni boshladi. Biroz kutib turamiz. Xo'p, mana aziz do'stlar, OBS Studio dasturimizni ham yuklab oldik va biz buni o'rnatishni boshlaymiz. Buning uchun ushbu dasturning ustiga kelib, o'ng tomon tugmani bosamiz. Xo'sh, bizda sistem uslubi kelib chiqdi va mana Next tugmasini bosamiz va yana Next tugmasini bosamiz. Va bu yerdan xo'sh, boshqa diskka o'tkazishimiz uchun asosan o'zi ikkita disk bo'ladi. Xohlasangiz boshqa diskka o'tkazishingiz mumkin. Va so'ngra mana bu tugmani bosamiz. Ko'rib turganingizdek, dasturni o'rnatish juda ham oson. Xo'p, mana bizda dastur o'rnatildi. Bu yerdan finish tugmasini bosamiz. Endi biz mana bu setup dasturini ham o'chirib tashlasak bo'ladi. Dasturni ochamiz. Xo'p, mana aziz do'stlar, bizda OBS Studio ochildi. Endi bundan qanaqa qilib foydalanishni o'rganamiz. Bizda mana bu yerda scena degan yozuv bo'lishi kerak va scena degan yozuv ochilishi kerak. Agar bo'lmasa, mana bu yerdan yangitdan so'zat qilib olishimiz kerak. E'tibor berasizlar, mana shu yerda ochilgan bo'lsa, mana ikkinchi bo'limga o'tib, mana bu yerdan plus tugmasini bosib olamiz va bizga eng kerak bo'ladigani kompyuter ekranini yozib olmoqchi bo'lsak, захват ekrani deganini bosib olamiz.